Xo'p, biz ishimizni boshladik. Kuzatib boringlar, mazza qilib ko'rasizlar. Glavniysi zerikib qolmaysizlar, tabiat qo'yinda biz yangi palatkamizni yig'amiz. Sizlar bilan Mergan do'koni. Boshladikmi aka? Nasochkan komplekti chiqadimi? Va endi bu yoqda ko'proq syomka bilan ovora bo'laman. Ikki qo'lni telefonda Instagramga, TikTokga syomka qilamiz. Bu kamera YouTube'ga prямой syomka. O'zba akam nasos to'g'rilaguncha men bu yoqda detallarni ko'rsatib o'taman sizga. Bunaqa chexoli bor. Mana mashina chexoli. Kurotganlarda. Biz hozir Matizda olib keldik-a buni. Matizga ham ketadi, katta mashinalarga bemalol bagajga ketadi. Xuddi shunday chexol ketadi. Qanday narsa bo'lishi ichida o'zingizlar ko'rasizlar. Soatini sanab qo'ying, necha minut bo'ladi. Ha. Soat mana 15:42. 15:42 da akam boshladi narsa so'rashni. Qancha dur bo'lar ekanlar. Durgurlarcha mana narsani ko'rsataman. Bu yoqda mana har xil detallari. Xo'p. Temirlari ham rosa baquvvat buni. Ko'rayotganlar deb. Bu acha navesniki o'zi kerak, bir-birini ichiga kiradigan narsa. Shunaqa narsa. Endi unaqa joy ko'p tushunuvrim yo'q, akam mendan yaxshi biladilar. Shu akamga qoldiramiz ishlarni. Unaqa chexolcha bular xaltasini ichida bitta narsa bor. Aka charchamang. Hep elektron narsa savob ham yaxshi. Endi biz tabiiy o'zini ko'rsatib berishimiz kerak bo'lgani uchun o'ziniki duramiz. Mana bunaqa temirlari bu yerga qotirib qo'yishga shamollidan, tashamda arqonlari ham o'zining ichidan chiqargan. Hozir qarashaveraman, aka. Qisqacha narsa detallarni aytib o'tdim. Mana nimasi? Tent ekan, ustiga yopadigan. Shunaqa gaplar. Glavniysi, podpiska bosmagan bo'lsangiz podpiskani bosib qo'yinglar, likelar bilan qo'llab-quvvatlatib ko'rsanglar. Endi bundan bu yog'iga 1 million bo'ldik-ku, katta videolarni qo'yib turamiz, xo'p? Tirilyapti glavniy. Keyin ko'tarib. Osonlashadi. Olding, ko'tar. Asosan. Ko'ryaptimi? Kameraning joyi yaxshimi? Qarab qo'yingchi. Yaxshi. Sal yaqinlashtirsa ham bo'lar ekan, mana shunday qilib qo'ysangiz. Hozir qurilib olsa, ichlarini ham polni abdonni qilib beraman. Ko'tarib. Yo'q, nariga taraf. Mashina? Ha, oyog'ini ichiga qo'yib ol. Ha, bu. Sekin uchog'dan tayyor bo'ldi. Hozir mashina nima esimga ketdi, bilasizmi aka? Ha. Kuzatganmisizlar, ana qoravoylar anaqalar yig'adi-ku, uylar quradi-ku, tik qilib. Biz o'shani sal qisqacharoq varianti. Ko'rdinglarmi? Palatka tayyor bo'ldi o'zi. Qancha vaqt ketdi? Aka, qancha edi vaqtimiz? 15:45 bo'libdi. 3-4 minutda, 5 minutda mana palatka tayyor bo'ldi. 5 minutda. Mana ko'rib turganlaringiz 15:45 bo'ldi. Bundan ko'rsataman 15:42 YouTube'ga syomka qo'yib qo'yganman. 15:46 boshladik. 5 minutda palatka bitdi. Tayyor bo'ldi palatka. To'g'risimi? Nima palatka? Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Meni yig'ib tashlaverasiz. Shunaqa gaplar. Palatkamiz tayyor bo'lyapti. Kuzatib boring. Ha? Xuddi qarada navbat bo'ladi. Nima bo'larkan? Navbat kim bo'ladi? Kameralar nima qo'yib qo'ysin? Ha. Yo'q, to'rtta, ikki tarafida-ku. Navbat qo'ysa bo'lar ekan, to'rt tarafini. Ko'rayotganlar-da. Shunday qilib navbat qo'ysa bo'ladi. Mana oynalar. Hozir sizga ham tarqatib qo'yamiz. Keling, sizlarni bir aylantirib kelay. Hop. Qaranglar.
palatka to'rtta tarafini naves qilsanglar, mana bunaqa ochiq bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Xohlagan tarafini naves qilib qo'ysanglar bo'lar ekan. Bu yerda ashaqa havolanishiga mo'rlarni chiqarib qo'ygan joyi ham bor ekan. Tepada mana quyosh dedi-ku, mana shu quyosh ko'rsatib qo'yilgan. Ichiga kunduz kuni anaqa kerak emas ekan. Nima edi? Chiroq kerak bo'lmaydi. Polni ko'raverasiz bu yerda. Mana bu yoq tarafi. Ko'rdinglar, vaqt juda ham kam ketdi. 15 sizda ko'rsatgan 15:41 da boshladik. 15:48 da mana tugatdik. To'g'roq yig'ib bo'ldik. Oddiy bitta nasos masalani hal qildi. Shu bo'lib turdi mana ko'rasizlarmi? Old temirlar ham unchalik turmaydi. Mana bu yoq tarafidachi yarmi oyna, yarmi eshu. Bu ham neobычный ekan, ko'rdinglarmi? Ko'rinishini. Hop. Mana mustahkam. Juda ham chiroyli chiqdi. Azaka qanaqasi qo'yamiz buni? Shunday qo'yamizmi yo bunaqa aylantiramizmi? Ha? Bu yoqqa, ha? Eshik tarafini. Bundoq qo'yamiz. Hozir mana sizlarga eshigini qo'ymashda ko'rib turinglar. Yaxshi ko'ryaptimi? Podpiska bosib qo'ymasdan kuzatib o'tganlar, podpiskani bosib qo'yinglar. Bundan buyog'iga zo'r syomkalar chiqadi, zo'r videolar chiqadi. Xudo xolasa keyingi oyga bilasizlar, jahon chempionatiga ketamiz. Bu yoqdan undan ham qiziq videolar chiqaramiz. Katta videolarni zerikib qolmasligi uchun promoy Amerikadan bo'ladi. Ungacha ham shu yerdan videolar olib turamiz. Mana bugundan boshlab Mergan do'konini ham syomkalarni boshlaymiz. To'g'rimi aka? Buni hozir qayerdan aniq qilamiz? Ha? Qayerga aniq qilamiz? Ha, glavniysi materiali ancha qalin. Buni zimniy qilib endi ishlatsa bo'lsa kerak, pechga qo'yib, asosiy yozga mo'ljallangan. Pechkaga bor. Pechga bor endi. Pechkaga bor. Bemalol zimniy ham ishlatasiz. Ha, zimniy ham, letniy ham ishlatsa bo'ladi. Letniyga undan ham zo'r sharoitlar ko'p ekan. Aylantiramizmi? Qanaqasiga? Tomondan bundan ushlasa, sen yoqqa, men bu yoqqa. Hop, mana buni bu yoqqa qilamizmi, buni bu yoqqa qilamizmi? Yo'q, u orqaga bo'ladi. Bu orqa, bu oldiga bo'ladi. Aylantirish olib. Bilasizlar, Baba Yagani uyi bo'lardi-yu, oyoqli. Menga oldim bilan orqaga dalaga qaragin deysizlarmi? Ha, Baba Yagani uyi bo'lardi, oyoq aylandi. O'rmonga Baba Yagani uyi davay aylan, ketdi. Oke, lekin bu yoqqa sal interessirovnimi yo? Eshiklari bor ekan. Nima deysiz? Ayoq bir tekis ekan. Mana shu oldiga qilaylik, ketib o'tib. mana yo'ldan ham qardashganman. Ha, bo'ldi, bu yoqdan. Baba Yagani uyi aylan, orqang bilan mustaqil tarafga, olding bilan kamera tarafga qara. Tamam. Oke, qancha versa bo'ldi? Taxminan ko'tardik-ku. Общий vesi agar endi kitobi bo'yicha 25 kilo. Ha, kitob bo'yicha общий vesi 25 kilo. Mana. Ichini ko'rishingiz mumkin yaqindan ko'rsataman. Ha, palatkaning aniq rasmiyati chiqdi. Oke, nechida razmeri buni? 320 ga 240. 320 ga 240. Mana ma'lumotini ochib qo'ydik. Bu quyosh tushishi mana. Kunduzi bemalol bez chiroq, bez fanar o'tirsanglar bo'ladi. Mana bu qilib qo'ysangiz yopilar ekan bu yerda. Mana oynasini ochib qo'ygan variantimiz mana. Chimon-pomon kirmaydi, shamol. Bu yoqda mana yopiq variant. Buni ham yana ochib qo'ysangiz bo'ladi. Shamol aylantirsanglar bo'ladi bu yerda. Okam hozir bu yoq tarafiga navesini taqib bu yoq ham o'zi ochilar ekan mana. Agar qo'lni qo'ysa mana hamda. Hozir, okay? Mana ko'rsatib olaylik. Mana ichini ko'rdinglar. Balandligini ham ko'rasizlar. Mana meni bo'yim 170 bo'lsa, bir 2 metrdan baland bo'lsa kerak bu mana. 2 metrdan baland o'rtasi. Ha, 210. Mana naves. Mana naves. Juda ham zo'r. Hozir ko'rsataman. Tashqaridan ko'rsataylik sizlarga. Aniqroq bo'ladi. Hop. Mana temirlarni qo'yib o'tirmadik. Endi bilasizlar bu ozgincha ana tez syomka qolmasa bo'lmaydi. Hozir fantan yoqamiz deb kelib qolishadi. Yuringlar navesini. Ha, bu yoqlarda ham mana naves qo'yishadi. Shashlik pishirasiz. Ha, shashlik pishirsa bo'ladi mana. Ko'rasizlarmi? Navesini? Mana navesi ham normalniy mana bu yoqdan ko'rsatsam. Oka, bu yerda hozir 2 metrdan oshib bor navesiga. Ha, mana 2 metr. Yarimda. Bir. Hozir ani stoykalarni bundoq qo'yasizlar. Mana naves bo'ldi-da. Konkretni ko'rasizlarmi?
Bugun shunaqa palatkalar kerak bo'lsa, bemalol bergan do'koniga murojaat qilinglar, kontaktlarni qoldirib qo'yamiz. Bunda boshqachalar ham bor, okey? To'xtab turing. Mana qadrlab qo'yib bitta like, podpiskani bosib kuzatib boringlar, iltimos. Sizlarni kuzatib borayotgansizlar layklar ko'rsa, biz undan ham ko'proq podдержка olib, bundan ham zo'r videolarni chiqaramiz. Hali mahsulotlarimiz, ko'rsatmagan mahsulotlarimiz juda ham ko'p sizlarga. Shunaqa katta video qilib, полный obzorni qilib beramiz. Okey, material qalin-a buni? Material zo'r. Material zo'r ekan, qalin. Lotkalarning materialida ekan. Ha, lotkalar materialida ekan, bemalol. Eng qizig'i hali oldinda ekan, buni bo'shatish. Hozir ko'rasizlar, mana sekundamer qo'limga tayyorlab qo'yganman, ko'rasizlar mana. Eng qizig'i hali oldinda ekan. Sekundamer qo'limga tayyorlab qo'yganman. Qanchada buni bo'shatib bo'lamiz, yig'ishtirib bo'lamiz. Okey, tayyormisiz? Tamam. Voy, sekundamerni bosamiz, ketdi, okey? Bosdim. Bo'shating. Qani? Mana ota bo'shatibdilar. Bo'lasizlar sekundamerni. Endi biraz gazeta vaqt ketdi. Mana 14-15 ketdi mana. Bo'ldi. Sekundamer yarim minutga bormadi, aka, yarim minutga. Bu tugadi mana. O'tadi. Yo'q, oson. Yo'q, oson, yig'ish undan ham oson. Yarim minutga bormasa, endi yig'ishtirib bo'lishiga yana 1 minut ketsa, ko'rdinglarmi? Palatkani zo'r deganim shu yerda. Yig'ishtirishga yarim minut ham ketmadi. Yig'ishga 3 minut vaqtimiz ketdi. Hammaga rahmat.